Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Umumiy psixologiya kursimiz bo'yicha keyingi mashg'ulotlarni davom ettiramiz sizlar bilan. Keyingi mashg'ulotimiz hozirgi zamon psixologiyasining tuzilishi va tadqiqot metodlari bilan sizlar bilan gaplashamiz. Mavzuyimiz bo'yicha quyidagi rejalarni sizlar bilan tanishtirib o'taman. Psixologiyaning metodlari, hozirgi zamon psixologiyasining tamoyillari, psixologiya metodlarining turlari va tuzilishlari, hozirgi zamon psixologiyasining ilmiy tadqiqot metodlari asosiy rejamizdan iborat. Metodologiya bu nima? Metodologiya yunoncha metodis, bilish, tadqiq qilish, izlash yo'li, logos esa tushuncha, ta'limot degan ma'noni anglatadi. Ya'ni amaliy faoliyatni tashkil etish va amalga oshirish tamoyillari, usullari tizimi hamda ushbu tizim haqida ma'lumotlardir. Metodlar psixologiyani o'rganish usullari va yo'llari yig'indisi hisoblanadi. Metod bu bilish, anglash bo'lib, bu usul orqali fanning predmeti aniqlanadi. Bu gapni mashhur psixologimiz Rubinstein aytib o'tib ketgan. Ananyev metodlar guruhini 4 guruhga bo'lib o'rgangan. Ya'ni o'sha metodlarni asosan yig'indilarni shu guruhlarga bo'lib o'rgangan birinchi olim shu Ananyev hisoblanadi. U 4 guruhga bo'lib o'rgangan. Ya'ni birinchi guruhi tashkiliy guruh, ikkinchi guruh empirik, ikkinchisi natijalarni qayta ishlash va uchinchisi esa sharhlash guruhiga bo'lib o'rgangan. Tashkiliy metodlar guruhi, ya'ni tashkiliy metodlar guruhiga qiyoslash, Langley-Tude, kompleks metodlar kiradi. Empirik metodlarga esa bu kuzatish, eksperiment, suhbat, so'rovnoma, test, faoliyat mahsulini o'rganish metodlari, biografiya va sotsiometriya kiradi. Ikkinchisi esa o'sha natijalarni qayta ishlash yoki statistik metodlar hisoblanadi va oxirgisi esa sharhlash guruhiga va genetik donalash metodi kiradi bularga. Biz sizlar bilan o'sha tashkiliy guruh haqida gaplashadigan bo'lsak, Ananyevning o'sha birinchi guruhi bu o'z ichiga qiyoslash, Langley-Tude, kompleks deb ataladigan turli metodlarni qamrab oladi. Qiyoslash, ya'ni metodda umumiy psixologiya va ijtimoiy psixologiyada katta yoki kichik guruhlarni hamda ularni har xil toifalarni o'zaro taqqoslash, ularni meditsina psixologiyasida sog'lom va bemor kishilar o'rtasidagi xususiyatlarni taqqoslash, qiyoslashdan iborat. Yoki bo'lmasa sport psixologiyasida sportchilarning holati, o'quvligini va ishchanligini taqqoslash maqsadida foydalanadi qiyoslash metodi. Keyingi metodimiz esa Langley-Tude metodi, juda ham zo'r metod hisoblanadi. Boshqa metodlardan farqi bir yoki bir nechta sinaluvchilarni uzoq muddat, hattoki 10 yillab tekshiradi. Bu metod muddatining uzoqligi bilan boshqa metodlardan ham farqlanib turadi. Langley-Tude metodi nemis psixologi Stern, fransuz psixologi Razzo yoki rus psixologi Menchinskayalar tomonidan boshqa ko'p yillardan beri foydalanib kelingan metod hisoblanadi. Asosan o'sha Langley-Tude metodida ko'pincha egizaklarni o'rganishda ham foydalanadi. Keyingi metodimiz bu kompleks metod hisoblanadi. Kompleks metod yordamida o'rganilgan obyektdagi o'zgarishlar turli nuqtai nazardan tahlil qilinadi yoki ularga har xil yondashiladi. Ya'ni kompleks metodi bu ko'p yoqlama metod hisoblanadi. Ya'ni bitta odamni bir taraflama tahlil qilinmaydi. Buni ko'p yoqlama o'rganishga harakat qilinadi. Keyingi metodimiz sharhlash guruhi metodi va donalash metodlaridan iborat guruhi. Bu genetik metod hisoblanadi. Genetik metod bilan tadqiqot davomida tugallangan ma'lumotlarni yaxlit holda maqsadga muvofiq tarzda sharhlanadi. Ya'ni bu metoddan foydalanishning asosiy maqsadi sinaluvchilarda vujudga kelgan ichki jamiki obrazlarning rivojlanishi yoki bo'lmasa bilish jarayonlarini o'zgarishiga, masalan tajriba natijasiga suyanib ta'rif va tavsiflar bera boshlaydi. Donalash metodi esa tadqiqot obyektlariga kirgan shaxs psixikadagi barcha o'zgarishlardagi o'ziga xoslik, o'ziga aloqa yoki bo'lmasa o'zaro ta'sir va uyg'unlikning o'zaro bog'lanishlarini o'rganadigan metod hisoblanadi. Empirik metodlar guruhi juda ham psixologiyada ko'p foydalanadigan metod hisoblanadi. U ikkiga bo'linib ketadi. Asosiy metodlar va yordamchi metodlarga bo'linib ketadi. Asosiy metodlar kuzatish metodi va eksperiment metodi hisoblansa, yordamchi metodlarga esa suhbat, so'rovnoma, test, sotsiometriya va faoliyat natijalarini tahlil qilish metodi hisoblanadi. Kuzatish metodi ikkiga bo'linib ketadi. Ya'ni
tashqi kuzatish, obyektiv va subyektiv, ya'ni ichki kuzatish turlariga bo'linib ketadi. Kuzatish metodlarini talablari bo'ladi. O'zini talablari masalan quyidagilarni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, birinchi talabi kuzatishning maqsad va vazifasini belgilash, kuzatiladigan obyektni tanlanadi, tadqiqot o'tkazish vaqti rejalashtiriladi, kuzatish qancha davom etishi qat'iylashtiriladi, kuzatishning insonning qaysi faoliyati, o'qish, o'yin, sport yoki amalga oshirishi aniqlanib olinadi, kuzatishning shakli guruh yoki jamoat tanlanadi yoki bo'lmasa oxirgi o'sha vazifalari kuzatilganlarni qayd qilib borish vositalari, kundalik suhbat daftar yoki kuzatish varaqalari yoki magnitofon, video tasmalar orqali o'shalar tayyorlanib qo'yiladi. Keyingi metodimiz bu test metodi hisoblanadi. Psixologiyada ham keng ko'lamli metod hisoblanadi. Test inglizcha so'z bo'lib, sinash, tekshirish demakdir. Shaxsning aqliy o'sishi, qobiliyatlari, irodaviy sifatlari, boshqa psixik xususiyatlarini tekshirishda qo'llaniladigan qisqa standart masalalar topshiriqlarni test deb ataladi. Biografiya metodi bor. Biografiya bu tarjimai hol metodi. Ya'ni inson psixikasini tadqiq qilish uchun uning hayot faoliyati, ijodi to'g'risidagi og'izdagi yoki bo'lmasa yozma ma'lumotlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Keyingi metodimiz sotsiometriya metodi. Sotsiometriya metodi bu ijtimoiy guruhlarni o'rganadi. Ya'ni bu metod kichik guruhlar a'zolari o'rtasida bevosita emotsional munosabatlarni o'rganish va ularning darajalarini o'lchashga qo'llaniladi. Bunga amerikalik psixolog Jan Mareno 1920-yilda asos solgan metod hisoblanadi. Bugungi shu metodlar borasidagi mavzuyimiz shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.